Onishki muqami Xarlaq Junxa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, arx ko'rinishi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastakorlari, nahchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Vay yüzün evrine
Gözümün yaşıdın yeryüzü verdi Yasmen buldu Sabah zulfunu tağ etti Meğer halim hıyalimde Sabah zulfunu tağ etti Meğer halim Meğer halim hayalimde yazıldı ey daha buldu örnedi erhamem buldu Eğer şiirin üçün ferhat işk köken bulsa Nitan sekkak hem canan yolunda caniken buldu Aya derdim Yolunda caniken buldu
Aşıklarının babası yok, bu çöllerinin karası yok. Aşıklarının babası yok, bu çöllerinin karası yok. Bu dünyanın vefası yok, bu ya hayran ne kömür, bu ya hayran ne Emrahlarım deryada sar, hep eylerim ehli korkar. Emrahlarım deryada sar, hep eylerim ehli korkar. Deli parmağımda tutar, yürür peyman ne kömür. Deli parmağımda
edime